Ko'pchilikni talab va istaklaridan kelib chiqib, ushbu savolga javob berib o'tib ketjakmi? Nikohdan ajrashganda farzand kimda qoladi? Otadanmi yoki anadan? Ko'pchilik savol beradi. Mahmudjon, turmush o'rtog'imni tutdim. Boshqa bir begona erkak bilan yalang'och yotibdi ekan. Fotosuratlari bor, skrinshotlari bor, yozishmalari bor, hatto telefonda suhbatlashgan gaplari bor. Men oilamni boqaman deb respublikadan tashqariga chiqib mehnat qilib yuribman. 2 yillab, 1 yillab ketib yuribman. 6 oylab farzandlarimni ko'rmay yuribman. Men Van'da o'ynab yurganim yo'q, pul topib yuribman. Deb qisinib yig'lab erkak kishini yig'lasini siz tasavvur qilasizmi? Erkak kishi qachon yig'laydi? Anasi bilan otasi vafot etsa yig'laydi. Boshqa holatda erkak kishi yig'lamaydi. Demak, shuningdek holatga tushib turibdi, erkak kishi yig'lab turibdi. Men turmush o'rtog'imdan kutmadim. Men oilamni muqaddas deb o'yladim. Men oilam bilan 3-4 yildan beri yashayman. 3 nafar farzandim bor yoki bo'lmasa 2 nafar farzandim bor. Dod solib keladilar. Bu holatni to'g'ri tushunasizlar. Hech kimning boshiga tushmasin. Agar shunday holatda turgan odamlar tushunadi bu vaziyatni. Shunday holatda farzand kimda qoladi? Farzand siz turmush o'rtog'ingizni yalang'och holatda ushlab olasizmi? Boshqa bir begona erkak bilan suhbatlashib yotgan videolari bo'ladimi? Skrinshotlari bo'ladimi? Bu sudning qaroriga bog'liq. Farzandni men avtomatik o'zimda saqlab qolaman, xotinim xiyonat qildi degan gap bu noto'g'ri. Siz farzandingizni bunday holatda olib qolishingiz mumkin. O'zingizni yoningizda olib qolib turmush o'rtog'ingizni uyina yuborib berishingiz mumkin. Ammo keyinchalik vaqt o'tishi bilan turmush o'rtog'ingiz farzandni olish bo'yicha, o'zining tarbiyasini olish bo'yicha to'xtab fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilib olishi mumkin. Xo'p, almaslik uchun nishatish kerak. Almaslik uchun nishatish kerak degan savolga javob beraman. Demak, siz farzandni o'zining tarbiyasini olmaslik uchun siz farzandni kimadi atalikka, analikka berishingiz kerak. Shuningdek holatda 100% turmush o'rtog'ingiz farzandni olib bilmaydi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan. Men sizlarga o'zimdan chiqib aytib turganim yo'q bu voqeani. Men o'zim amaliyotda bajargan vazifamni aytib turibman. To'g'ri, har xil advokat bor, har xil yurist bor, har kimning fikri har xil. Har bir mulla o'z bilgan Qur'onini o'qiydi. Men o'z bilganimni o'qiyman. Men aytib turibman, agar sizni turmush o'rtog'ingiz xiyonat qilgan bo'lsa, siz kelajakda farzandlaringizni tortib olmasligini xohlasangiz, farzandingizni o'zingizni anangiz, otangiz shunga farzandlikka berasiz turmush o'rtog'ingiz bilan kelishgan holda. Shuningdek holatda sizni farzandingiz hujjatda o'zingizni ukangiz hisoblanadi, ammo hayotiy o'zingizni farzandingiz bo'lib turaveradi. Bunday holatda turmush o'rtog'ingiz hech qachon farzandni sizdan tortib olib bilmaydi. Bu birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li, har bir oilada har turli vaziyat bo'ladi. Kimdir onalikdan mahrum qilishi mumkin, kimdir otalikdan mahrum qilishi mumkin. Faqat sudning qarori bilan amalga oshirilgan vaziyat hisoblanadi bu ikkinchi yo'li. Shuning uchun eng ishonchli, kafolatli yo'li bu farzandingizni o'zingizning yaqinlaringizga otalikka, analikka berish. Demak, ikkinchi yo'lda men turmush o'rtog'imni xiyonatda ushlab oldim. Bunday holatda xulqi buzuq deb toptirsam bo'ladimi? Analikdan mahrum qilsam bo'ladimi degan savollar tug'ilishi mumkin. Albatta, bular uzun bir mavzu bo'lib ketadi. Bular alohida mavzu hisoblanadi. Shuning uchun analikdan mahrum qilish, xulqi buzuq deb toptirish yo'llarini keyingi videolarimizda men sizlarga aytib o'tib ketaman. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, bizani kuzatib qo'yadiganlar, bizani ham qo'llab-quvvatlagan holda like tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilib qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.